Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Vaylandda ot qator seriyasiga kelgandik. 50 dan ko'tarilmayapti deb turdi. Jodim. Yigitga chiqdi. Montajda xatoliklar bor ekan. Rashbak ishlamayapti ekan. Bir kun yechib olib tashlab, boshqadan damlab ko'ramiz. Xudo xolasa tekshiramiz. To'g'ri bo'lgan suvga. Tekshiringlar hamisha mana shuni. Bunaqa suv tushishini ko'ringlar. Bunaqa suv tushishi mumkin emas narsa bu. Rashetini bakda bunaqa suv tushmaydi hech qachon ishlab turgan bo'lsa. Mana yerda ham xatolik bor montajda. Bir-biriga ulab qo'ygan. Shu ham xato narsa bo'lmaydi. Suv mana shu tuzda aylanib qoladi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, hamisha xizmatdamiz.